Kolaylık şartlar cevap koyup bir şahslar sonun için asıklarını sarayman edip başlayalım. Yangi texnologiya mı şu yerda? Shuni ishlovini bilish kerak, u to'xtab qolmaslik kerak. Uni to'xtab qolsa u buziladi. Keyin nima bo'ladi? Eski usulda keyin suv tozalaymiz deymiz. Yo'q, hozir uni yangi usullar bor, yangi ko'ryapsizlar-ku, mana Nukus Vostagi shu yangi texnologiya, mana shuni ishlatish kerak. Shu Vostag'dami? Bo'ldi. Mana hozir yozib oladi. 2 yil bo'lgan bo'lsa, men kafolat xati yozaman, rektorlar bilan gaplashamiz va suhbat qildirib nima sen nima yozib olding? Men Farg'ona Sultondan Qo'ng'ir filialida Jabarlar G'azrama 12 yildan buyon ishlayman. Men hozirda Buxoro davlat texnika universitetida sirtqida o'qiyman, 2-kurs talabasiman. Shunga kontrakt masalasida murojaat qilayotgandim. Iloji bo'lsa kontraktimga yordam bersin. Ma'qul. Demak, ish haqi qancha Nodira? 2 million 400. 2 million 400. Kontrakt qancha bo'lyapti? 8 million 600. 8 million 600. Demak, kontrakt masalasini hal qilamiz. Bo'ldi. Yaxshi? Qoloq ta'minot aksiyadorlik jamiyati Amudaryo tumani filiali aholi nazorati xodimi bo'lib 2024 yildan beri faoliyat yuritamiz. Ana shu yoshlarimiz shuni ichkarida mana hozir sifralar sal nima bo'ldi, lekin eng asosiysi shuni ichida bor ekan, shuni ichida tushunib, shuni ko'rib yuribdi ekan. Rahmat Shohjahonga. Yoshlarni bizga avtomatik ravishda odam olishimiz kerak. Kimni olib kelamiz? Ko'chadan olib kelamiz. Mana bularni o'qitaylik, bularni olishimiz kerak, og'ayni. Siz xuddi shunday ertaga Nukus Kos ishga tushadigan bo'lsa, uyga bir 10 ta injener kerak bo'ladi. Uni yaroqsiz narsani tozalab, bir yaroqli suvga aylantirishimiz kerak. Sug'oradigan aralashtiradigan chiqaradi. Shohjahon muammo bo'lmaydi. Yozib oldik. Kontrakt bo'yicha xuddi mana Nodiraga nima qilganda, Nodiraxonga qanday nima bo'lsa, xuddi shunday yo'nalish qilamiz. Men bu suratimda Sho'listamni keltirdim. Sebebi suv degan eng odamga kerak zat, muhim zat bo'lib hisoblanadi. So'ning uchun Najir Sho'listamga aylangan. Agarda suv bo'lgan vaqtida bu jarayonda ham turmas edi. Ham mana shu yerdagi terakdan oqib turgan suvni men o'z fantaziyamga kiritib istedim. Rahmat qizim. Assalomu alaykum. Men bu suratimda hozirgi kunda ko'p yoshlar suvga saqlavadir hamda suvni asrash uchun kompozitsiya keltirdim. Bu bizlar kundalikli turmushimizda sho'ng'anda yamasa suvlarni krandan o'zini ag'izib ketamiz. So'ning uchun suvni saqlash, asrash uchun Ustozlar birinchi, ikkinchi o'ringa bu kishilar tanlabdi. Sizlar hali yoshsizlar. Hech qanday chekinish yo'q, faqat ijodlaringga ijod qo'shilsin. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat. 16 ta odamning murojaati bo'yicha nima qilamiz? Nimaga murojaatlar bo'lgan bo'lsa, yordam so'ralgan, boshqa nimalar hammasi qanoatlantiriladi. Bu bir taraf. Endi bu butunlay nima bo'lib ketmaymiz, tez-tez uchrashib turamiz. Yanagi safarda yana ham bitta savollar bo'lib qolgan bo'lsa, men doim aloqadaman, doim tayyorman. Mana yoshlar bo'yicha meni yetakchim bor, yordamchim. Shu yo'nalish bo'yicha to'liq doim kontaktda bo'ladi. Telefonni bemalol olish mumkin, hech qanday nima yo'q.
Rahmat.